Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2015'e 16 Nexia 2 mashina kelib turibdi. Salon holatlari ina ideal. 118 ming probega yurib turibdi. Konditsionerlar ham bor. Tela to'shalib, polik tashalib, chexollar kiyizilgan. Zang ishlangan emas, ina ko'rishingiz mumkin. Kalenen ham ina yubka etib ishlanganlar, kan tashkilotida turibdi. Yumshoq balonlari top-toza hali. Motor tarafini gösterden bo'lsak 1.6 Donus, kuzubu 16 yine. Konditsionerlar ham o'zi ishlab turibdi. Metal ham ustanovka bo'lgan. Xo'sh, mashinaning bahosi 75 million so'm deb turibdilar, ustunda kelishib beradilar. Avtokredit olaman desangiz 19 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 100 dan tushadi. Naqd barter avtokredit etib beramiz. Xo'sh, keyingi mashinamiz 2014-15 bu. Mana shu zang joylari ishlangan. Yine germetiklar ham zo'r turibdi. Paket yumshoq balonlar ham bor. Shumkan bo'lgan krishalar ham bo'lgan ekan. Sonus gibrid lekin bu. Bu Donus, bu gibrid. 14-15, 15-16. 130 ming probega yurib turibdi. Kraskalari, kalenlari ishlangan. Lüks konditsioner, shumkan bo'lgan. Shu yerdan e'tibor etasizlar. Bunda ham chexol, polik tiylar to'shalib, tayyor holatda turibdi. Buni bahosi 70 milliondan kelishib beriladi. Avtokredit olaman desangizda 16 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 2 million 950 dan tushadi. Kimga qiziq bo'lsa, ana pastda nomerlarni qoldiramiz. Barter avtokredit naqd pul asosida savdo qilaveramiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol aytib kelasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar deb umid qilamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.